Lobzik uchun pilkalarning farqi nimada va qaysi birini nima ish uchun tanlash kerak bo'ladi? T101B laminat, DSP, fanera materiallarini toza va aniq kesish uchun tishlari yuqoriga qaragan bo'ladi, sababi yog'ochning usti tekis qolishi uchun. T101AO asosan figurali nozik kesishlar uchun fanera, laminat va yog'och materiallarini har xil figurali murakkab shakllarni aniq kesishga yordam beradi. T244D tez kesish uchun tishlari katta bo'ladi, yog'och, taxta va fanerani tez kesishga mo'ljallangan. T144D ham tishlari yirik bo'ladi, tez va to'g'ri kesish uchun ishlatiladi.